Poytaxtimizning Nurafshon shahrida joylashgan Tabibim tabiat salomatlik markazida quyidagi muolajalar amalga oshiriladi. Hijoma, zuluk, shisha bonkali davolash, nuqtali massaj, parafin, lazer terapiya, issiq parli fitobochka, zamonaviy apparatlar yordamida tabiiy ozdirish, yuz parvarishi muolajalari, umurtqani to'g'irlash, suyak va suyak yemirilishi kasalliklarini samarali davolash, ichki organ kasalliklari, gepatit, jigar serozi, yurak kasalliklari, osteoxondroz, radikulit, o'pka kasalliklari, tomoq, quloq, bosh kasalliklari, onkologik kasalliklar, o'pka, bosh miya, bachadon va ko'krak, umurtqa, oshqozon, jigar, suyak kasalliklari. Bundan tashqari chiroyli ozish va semirish muolajalari ham amalga oshiriladi. Kasalliklar 100% tabiiy dorivor o'simliklar asosida tayyorlangan mahsulotlar va zamonaviy apparatlar yordamida davolaniladi. Muolajalar malakali mutaxassislar tomonidan olib boriladi. Manzil: Nurafshon shahri, Oybek ko'chasi, 174-uy. Telefonlar: 90 972 12 12, 90 138 22 54. Vaqtinchalik bo'lgan yurib oxiri suylarim qiyshayib ketgandi. Allohning qudrati bilan alhamdulillah yaxshi natijalarga erishdim. Yo'q, matkalar top-toza, 18 yoshli qizlarniki, normal tug'magan xotinlar bo'lib ketganda. Sakkiz dorilar ichdim. Allohga hamd sanolar bo'lsin, ancha yaxshiman. Agar hozir biz suyaklar terib solsak, suyaklar sinib ketishi mumkin dedi-da bir oy oldin. Barchamizga ma'lumki, tabobat ilmi ming yillardan beri o'zining samarali va sodda usuldagi shifosi bilan xalq orasida mashhur. Bu ham bejiz emas albatta, chunki insonlar nimadan shifo topsa, ana shunga ishonadi. Dasturimiz orqali oliy ma'lumotli shifokor, ko'p yillik tajribaga ega malakali tabib Feruza Temirova faoliyatiga yana bir bor nazar tashlamoqchimiz. Hozirgi kunga kelib xalqimiz orasida ko'pchilikka tanilgan tabib izlanishdan aslo to'xtagani yo'q. U o'z ustida ishlab, o'qib o'rganib, tabobatda yangiliklar qilish va bemorlar dardiga davo topishda shijoat ko'rsatmoqda. Feruza tabib faoliyati davomida bemorlarni davolash bilan bir paytda xalqaro va mahalliy konferensiyalarda ishtirok etib, ilm-fan rivojiga o'z hissasini qo'shib kelmoqda. Uning xizmatlari soha rasmiylari tomonidan e'tirof etilib, bir qator mukofotlar bilan taqdirlandi. Tabibim tabiat korxonasi o'zingizga ma'lum dorivor giyohlar asosida dorivor vositalar ishlab chiqaradi. Hozirgi kunda Tabibim tabiat korxonasi qoshida Tabibim klinikasini ochdik. Ushbu klinikamizda dorivor giyohlarimiz bilan birgalikda insonlarning salomatligini tiklash uchun biz zamonaviy apparatlardan foydalangan holda davolanish usullarimizni ham yo'lga qo'ydik. Bundan tashqari kriolipaza apparatini xarid qildik. Bu apparat yordamida ham biz insonlardagi og'riqlarni olish, tanadagi ortiqcha vaznni yo'qotish, badanni, ya'ni terini holatini yaxshilash, yuz strukturasini to'g'irlash, osilgan baqbaqalarni yoki bo'lmasa tug'uruqdan keyingi holatda qorin osilib qolishi, operatsiyalardan qolgan chandiqlarni yo'qotishda ham foydalanyapmiz. Eng yaxshi xarid qilgan apparatlarimizdan yana bittasi kedir bochkasi. Bizda asosiy kasallarimizning 60-70% bo'g'im kasalliklari bilan, suyak yemirilishlari yoki bo'lmasa podagra, poliartrit kasalliklari bilan ko'p keladigan bemorlarimiz juda ham ko'p. Aynan shu bemorlarimiz uchun kedir bochkasida oldin davolash kursini o'tkazib, keyin massaj orqali ham umurtqa suyaklarini to'g'irlashimiz, bo'g'imlardagi og'riqlarni oldini olishimiz mumkin. Tabibim klinikasida hozirgi kunda juda ham yetuk mutaxassislarimiz ish boshlagan. Ya'ni suyak holatini to'g'irlash bo'yicha o'zimizning maxsus kurslarda o'qib o'tgan hamda maxsus bilimga ega bo'lgan xodimlarimiz bor. Bizning tabobat markazimiz asosan tabiiy dorivor giyohlar hamda tabiiy usulda davolash bilan bemorlarimizda juda ham yuqori natija olyapmiz. Rinit kasalligi yoki bo'lmasa gripp kasalligi bilan, mavsumiy kasalliklar bilan kelish mumkin. Bular uchun oddiy choylar bilan ham davolashimiz mumkin. Aptekadagi, dorixonadagi dorilarni olmagan holda tabiiy usulda davolanish organizmga nojo'ya ta'sirini oldini olish bilan birgalikda kasallikni tez chiqib ketishini ta'minlab beradi. Eng ko'p murojaat qiladigan bemorlarimiz suyak yemirilishi. Suyak yemirilishi bilan jigar kasalliklari bo'yicha juda ham bemorlarimiz ko'p. Bularning kelib chiqish negizi ikkala kasallikda ham asosiy qon tomirlardan kelib chiqadigan kasalliklar.
ya'ni qondagi buzilishlar oqibatida moddalar yetishmasligi orqali suyakda yemirilish holatlari yoki bo'lmasa suyakda chirish holatlari vujudga kelishi mumkin. Aynan qonning buzilishi hisobiga jigarimiz asosiy bilasiz filtr vazifasini o'tab beradi. Jigar qotishi, jigardagi gepatoz kasalliklarini vujudga kelishi bu yurakka, o'pkaga yoki bo'lmasa buyraklarimizga og'irlik tushirishi mumkin. Organizmdagi kasallikning 70-80%ni asosan qon tomir kasalliklari tashkil qiladi. Qon tomirlarimiz toza bo'lsa, qon tarkibidagi hamma vitaminlar yetarli bo'ladigan bo'lsa, biz kasallikni tez davolay olamiz. Shuning uchun bizning muolaja qiladigan davrimizda bitta kasallikni davolash uchun aynan 4-5 xil mahsulotimizga berishimiz kerak bo'ladi. Aynan qon tomirlarini tozalovchi yoki bo'lmasa jigar holatini yaxshilovchi dorilar bilan birgalikda davolaganligimiz uchun juda ham bemorlarimizda yuqori natijalar olamiz. Suyak yemirilishi bilan kelgan bemorimiz bo'lsin yoki bo'lmasa shamollash bilan kelgan bemorimiz bo'lsin, aynan jigarga qo'shimcha tarzda dori vositalari beramiz. Ya'ni bizning organizmimiz toza holatda bo'lganda har qanday kasallikni davolashimiz tez va samarali bo'ladi. Bizning markazimizda yana ham ajoyib davolash usullarimizdan biri, ya'ni massaj bilan davolash. Massaj bilan davolash davrida suyakning qiyshiqligi, ya'ni hozirgi kunda mana hammamiz ham o'tiroq holatda ishlashga majburmiz. Ya'ni o'tirib ishlovchi insonlar ko'pligi uchun umurtqamiz qiyshayib ketishi vujudga keladi. Aynan shu davrda umurtqani to'g'rilash orqali hamda ulardagi asab tolalarini tiklashimiz orqali bizdagi insonlarning salomatligini tiklab kelyapmiz. Menda ozgina o'sha asab tizimida sal muammolar bor edi, chunki ishimiz juda ham stress va ishim bo'lganligi uchun Feruza opani o'sha giyohlaridan iste'mol qildim. Albatta birinchi navbatda o'sha gelment 0 bilan ham boshladim. O'sha gelment 0 bilan ya'ni tozalanish davrini ya'ni o'tadim. Ya'ni tozalanib, keyin boshqa ya'ni shu dorilarni, giyohlarini iste'mol qildim va men o'sha Feruza opadan Pamid Plus, Mujskaya sila, profilaktika tarzida albatta o'sha giyohlaridan, tabiiy dorilardan iste'mol qildim. Va albatta Allohning qudrati bilan alhamdulillah yaxshi natijalarga erishdim. Yaxshi natijalar oldim. O'sha asab bo'yicha va boshqa o'zimni yaxshi his qila boshladim har taraflama. Va albatta men Feruza opaga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Kelsin, davolansin. Endi men ham har xil doktorlarga bordim. Men ham har xil doktorlar faqat operatsiya deyishdi. Yurolmay qoldim haqiqatda. Endi ozgina katta stressga ham tushib qolgan edim. O'sha paytda oyoqlarimga ukol qilishdi. Rosa qimmat ukollarni qilishdi. Umuman foyda bo'lmadi. Endi doktorlarga bordim, o'sha manual terapiyalarga ham bordim. Ular ham foyda qilmadi. Necha yil davolandingiz? Men hozir 15 yildan beri oyog'im og'riyotgan bo'lsa, 15 yil bo'ldi. O'sha 45 yoshimda o'sha oyog'im og'rirdi. Undan keyin doktorlarga bordim. Doktorlarga borsam dorilar yozishardi. Davosi to'g'ri ozgina og'riqni qoldirardi, yana davom etib ketib. Vaqtinchalik bo'lgan, yurib oxiri suyaklarim qiyshayib ketganda. Qiyshiq yuradigan bo'lib qoldim, cho'loqlanib yuradigan bo'lib qoldim. Mana hozir Xudoga shukr, ancha chiroyli yuribsiz juda. Ancha yaxshi yuryapman, Xudoga shukr. Lekin meniki endi nima deydi, kasalim o'tib ketgan bo'lgani uchun davolanishim qiyin bo'lyapti. Lekin qolgan kasallarni ko'ryapman. Bittada ham yurib ketayotganlarni ko'ryapman. Shunday. Xudoga shukr, mencha ancha yaxshiman, lekin meniki uzoq davom etyapti. Uzoq ancha yil bo'lgani uchun oyog'imda og'riqlar ancha bo'lgan. Tabibim tabiat korxonasi hozir yangi binoga ko'chganmiz. Ya'ni Nurafshon shahrida, eski To'ytepa shahrida, Toshkent viloyat markazining yonidan kirib kelganinglarda Ariqda bo'yida joylashgan binomiz 2 qavatli. Hali ko'pchiligi xabari yo'q, yangi bino. Ushbu binomizda davolanish kurslari, maslahatlar, tabiiy dorivor giyohlarimiz hammasi shu binomizda joylashgan. Hamda hozirgi kunda biz o'zimizni rivojlantirib, Tabibim tabiat korxonasi qoshida Tabibim klinikasini ochdik. Ushbu klinikamizda yangi apparatlarimiz bilan
bemorlarimizni sog'lig'ini tiklash uchun, ularni salomatligini yana ham mustahkam qilishimiz uchun bularga har xil kurslar, har xil davolash usullarini yana ham kuchaytirganmiz. Bizda ozdiruvchi apparatlarimiz bilan kriolipaza apparatimiz yordamida bir kunda ichida semizlik obyomi bo'yicha 3-4 santimetrgacha birdaniga ozdiruvchi apparatlarimiz, suyak bo'g'im kasalliklarida davolovchi apparatlarimiz, shamollashlarni ketkazish uchun kedr bochkasidan tayyorlangan bochkalarimiz bor. Bundan tashqari davolovchi massajlar, har qanday davolash kurslarimiz bor. Fiz kabinetimizda bizda 7-8 xil apparatlarimiz yordamida organizmdagi kasalliklarni tezroq chiqib ketishiga yordam beruvchi muolajalarimiz yo'lga qo'yilgan. Bundan tashqari hijoma, zulik, uqalash usullari bilan davolash kurslarimiz ham mavjud. Bular haqida to'liq ma'lumotlarni yana sizga ko'rsatib o'tamiz. Har bir apparatimiz bilan har bir davolash usullarimizni ko'rsatib o'tamiz. Haqiqatda doktorga olib bordik. Olib borganimizda men o'zim to'g'riroq majburlan nima qildim? Olib kirib UZI qildirdik, tekshirtirdik. Tekshirtirganimizda polip chiqdi. Operatsiya qildirish kerak. Qildirmasanglar qon ketib qolsa ertaga sizlarga ham, bizga ham ish ko'payadi. Bo'ldi, analizlarni yozib bering, ertaga operatsiyaga olib kelaman. Men onam yig'lashlarini ko'rib, men o'zim siqilib ketdim. Bo'ldi, dedim, Feruzaxon to'xtatib turamiz dedim, operatsiyani nima qilamiz deb. Yo'q, Feruzaxonga borib maslahatlashing dedilar. Keldilar, shu sizga nima qildilar? Dorini buyurdingiz. 10 kun ichdilar dorini. 10 kundan keyin men UZIga tushsak, endi biz nima qildik? Qani UZI bilan solishtirib ko'raylik dedim. Yana повтор UZIga tushayotganda polip 2-3 marta so'radim. Nima bor desam, yo'q. Matkalar top-toza, 18 yoshli qizlarnikidek, normal tug'magan xotinlar bo'lib ketganlar. Zo'r deb nima qilishdi? Top-toza hamma narsa. Xursandlar. Tabibim klinikamizda yana bir apparatimiz, ya'ni tubus. Bu o'pka va nafas yo'lidagi kasalliklarni davolashda, angina kasalligi, tonzillit, laringit kasalliklarini davolashda juda ham foydasi kuchli bo'lgan apparat hisoblanadi. Buni 3 xil nasatkasi bor. Ya'ni nasatkalari bu chuqurroq, bu o'rtanchasi chuqurroq holatda o'pkagacha yetib borish uchun, bu ingichka qilingan nasatkasi bilan bronxlardagi balg'amlarni tozalash uchun, bu katta atreznoy nasatkasi bilan tomoqdagi yig'ilib qolgan balg'amlarni va yiringlarni tozalash uchun juda ham foydasi kuchli. Buni 6 oylik bolalardan boshlab hammaga qo'llash mumkin. Bu apparatimizni qo'llagan vaqtimizda yo'tal kasalliklari, shamollash kasalliklari to'liq ketadi. Tomoqdagi yig'ilib qolgan, oshqozonda yig'ilib qolgan balg'amlarni eritib bera oladi. Bu apparatimiz Zinda apparat, ko'pchilik juda yaxshi biladi. Bu apparat yordamida og'rigan joydagi og'riqlarimizni to'xtatishimiz mumkin. Bo'g'imdagi og'riqlar bo'lsin yoki bo'lmasa yelkalarimizda og'riq bo'lsin, qayerda og'riq bo'lgan taqdirda ham davolash mumkin. Hamda buni yana bir ajoyib xususiyati, buni kindik atrofida soat strelkasi bilan aylantirib, gijjalarni ham tushirishda juda ham foydasi kuchli hisoblanadi. Ya'ni o'sha gijjaga qarshi dori berib, 10 daqiqadan keyin bu apparatni qo'yadigan bo'lsak, gijjalarning hammasi tirik holatda karaxt bo'lib turib, 10-15 daqiqadan keyin chiqishni boshlaydi. Ya'ni organizmga ziyon yetkazmagan holatda organizmni to'liq chiqib ketishini ta'minlab beradi. Buni apparatimiz bilan biz vanna ham qilishimiz mumkin. Ya'ni o'zini nasatkalari bor. Vanna qilish uchun suvga solinib, to'lqinli massaj orqali bu apparatimiz bo'g'imdagi og'riqlarni eritib, yo'qotib berib, tuzlarni eritib berish xususiyatiga ega. Ya'ni oyog'i og'rib turgan, harakatlari cheklangan insonlar uchun bu apparatimiz bilan vanna qilgan vaqtimizda og'riqlar yoyiladi hamda nervlarning qisilib qolgan joylari to'liq ochilib ketadi. Bu apparatimizning ham yana bir ajoyib xususiyati, buni ko'tarib yurish yengilligida. Buni hamma joyda borib muolaja qilishimiz mumkinligida. Bizda 8 oydan milliyni qotil boshqa o'simlik bor edi. 8 oy dorilar ichdim. Allohga hamd sanolar bo'lsin, ancha yaxshiman. Alloh shukr. Prezident Talla savzimrasi Alloh baraka bersin. 2 dunyolar mukammal qilsin. Juda ham biz xursandmiz. 8 oy davolandik. Mana alhamdulillah Ferzipam sababli Alloh shifo berib shu natijalarga yetishdik. Alhamdulillah o'zlarining holatlari ham yaxshi.
Bizaga doktorlar yo Hindistonga yo bo'lmasa Germaniyaga borib o'simtani oldirasizlar degan edi. Alhamdulillah Alloh sabab qilib shularni uchratib kelib, mana hech qanaqa operatsiyasiz, faqat shu giyohlar bilan davolanib, shu natijalarga erishdik. Buyog'iga ham yana mana Xudo xolisa azro qopti, yana azro dorilarni ichsak bo'ldi deb aytibdilar. Alhamdulillah, jamiki shunaqa kasal bilan aziyat chekayotgan bemorlarga Alloh shifo bersin. Tabibim klinikamizda ozdirish uchun, terini tortish uchun, tug'ruqdan keyin osilib qolgan qorinlarni ketkazish uchun yangi apparat oldik. Kriolipaza apparatimiz. Bu 4 ta nasatkalik yog'ni muzlatib organizmdan chiqib ketishini ta'minlaydi. Ya'ni qorin sohasiga qo'yamizmi, biqinga qo'yamizmi yoki bo'lmasa qo'lga qo'yamizmi, bu yog'larni muzlatib, eritib chiqarib berish xususiyatiga ega bo'lgan apparatimiz hisoblanadi. Bundan tashqari buni o'zini 9 xil nasatkasi bor. Ya'ni 4 ta yog'larni erituvchi. Bu nasatkamiz aynan osilib qolgan baqbaqalarimiz uchun, ya'ni yuz korreksiyasini to'g'rilashga. Buni qo'yib yuz korreksiyalari to'g'rilanadi. Bundan tashqari yog'ni eritib bo'lgan vaqtimizda orqasidan bizda mana shu apparatimiz yordamida o'zimizni ozdiruvchi gellarimiz bilan birgalikda o'sha apparat qo'yilgan organlarni massaj qilgan vaqtimizda bu yog'ni tezroq chiqib ketishini ta'minlab beradi. Osilgan qorinni tortib beradi hamda terini tarangligini oshirib beradi. Faqat shu apparatimizni mana shu ikkita nasatkasi bilan ham bir oyda 10 kunlik muolajamizga kelib 10 kilogacha o'zimizni ortiqcha vesimizni yo'qotishimiz mumkin. Bundan tashqari buni yana bir nasatkalari bor. Aytib o'tishim kerak. Mana bundoq nasatkalari bor. Bu qayerda ortiqcha yog'lar bo'lsa, ana o'sha joyga o'zini rezinkalari bilan qo'yilgan holatda yog'larni bu apparatga eritganimizdan keyin bu bilan yog'ni chiqib ketishini ta'minlab beradi. Hozirgi kunda hamma borib oshqozonini operatsiya qildirib ozishga harakat qilyapti yoki boshqa holatlarda. Bu apparatimiz yordamida operatsiyasiz organizmda bir oyda ichida 3 marta muolaja olish orqali 12 kilodan 15 kilogacha bo'lgan ortiqcha vazndan xalos bo'lishimiz mumkin. Aynan qayerdagi biz ortiqcha yog'larni eritmoqchi bo'lsak, aynan shuni yo'qotish uchun yaxshi. Chunki dorilarni ichganimizda qorin, biqinlarimiz bilan qo'shimcha tarzda bilaklardagi yoki boshqa joydagi mushaklarimiz ham ozib ketishi mumkin. Bu apparat yordamida faqat o'zimizda qayerda ortiqcha yig'ilgan yog'larnigina eritib olish xususiyatiga ega. Buning yana bir foydali xususiyati bu nasatkalarimiz orqali mana shu ikkita nasatkamiz bilan bo'g'im og'riqlarini ham, tuzlarni ham eritib berish xususiyatiga ega. Ya'ni organizmda osteoxondroz, podagra kasalligi, poliartrit kasalligi bo'lsa, o'zini maxsus gellari bilan birgalikda ana o'sha joydagi og'riqlarni ham yo'qotishi mumkin. O'zimda yaqin kunlarda xuddi shu apparat bilan birinchidan boshlab o'zim ham muolajani boshlayman. O'zimdagi holatni ham hammaga ko'rsatib o'taman. Poytaxtimizning Nurafshon shahrida joylashgan Tabibim tabiat salomatlik markazida quyidagi muolajalar amalga oshiriladi: hijoma, zuluk, shisha bonkali davolash, nuqtali massaj, parafin, lazer terapiya, issiq parli fitobochka, zamonaviy apparatlar yordamida tabiiy ozdirish, yuz parvarishi muolajalari, umurtqani to'g'irlash, suyak va suyak yemirilishi kasalliklarini samarali davolash, ichki organ kasalliklari, gepatit, jigar sirrozi, yurak kasalliklari, osteoxondroz, radikulit, o'pka kasalliklari, tomoq, quloq, bosh kasalliklari, onkologik kasalliklar, o'pka, bosh miya, bachadon va ko'krak, umurtqa, oshqozon, jigar, suyak kasalliklari. Bundan tashqari chiroyli ozish va semirish muolajalari ham amalga oshiriladi. Kasalliklar 100% tabiiy dorivor o'simliklar asosida tayyorlangan mahsulotlar va zamonaviy apparatlar yordamida davolaniladi. Muolajalar malakali mutaxassislar tomonidan olib boriladi. Manzil: Nurafshon shahri, Oybek ko'chasi, 174-uy. Telefonlar: 90 972 12 12, 90 138 22 54.
tabib Feruza Temirova bugungi kunda xorijlik hamkasblari bilan hamkorlikni yo'lga qo'yib, o'zaro tajriba almashib kelmoqda. U sohada yangiliklar qilishga intilib, yangidan yangi mahsulotlar ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygan. Tabibim tabiat korxonasi o'zingizlarga ma'lum dorivor giyohlar asosida dori vositalari ishlab chiqaramiz. Bizning dori vositalarimiz hammasi tabiiy, o'zimiz yetishtirgan dorivor giyohlar bilan birgalikda chet ellardan keltirilgan dorivor giyohlarni birgalikda qo'shib dori vositalari ishlab chiqariladi. Mahsulotlarimiz inson organizmiga ziyon yetkazmagan holda kasallikni davolash uchun juda ham samarali hisoblanadi. Bizning mahsulotlarimiz aslida umuman reklamaga muhtojlik joyi yo'q. Ammo ko'proq insonlar bilishi uchun mahsulotlarimiz haqida aytib o'tishimiz joiz. Mahsulotlarimdan ichida eng reklamaga muhtoj bo'lmagan mahsulotim Jovlon dorimiz. Bu mahsulotimiz yordamida juda ham ko'plab oilalarni saqlab qolishga sababchi bo'ldim desam bo'ladi. Chunki bu mahsulotimiz ichkilikka bo'lgan talabni yo'qotib berib, ichuvchi insonlarni organizmidan alkogolga bo'lgan talabni umuman chiqarib yuborish xususiyatiga ega. Bu mahsulotni faqat 6 oydan 2 yilgacha iste'mol qilish shart. Ana o'sha davrda insonni 5 yilgacha spirtli ichimlikka bo'lgan talabi yo'qolib boradi. Yana bir ajoyib mahsulotim Nevrasan. Hozirgi kunda hammamiz O'zbekiston aholisidan tashqari butun dunyo aholisini aytishim mumkinki, 80-90% hamma asabiy. Aynan o'sha asab sistemasini, asab tolalarini tiklash uchun bizning Nevrasan balzamimiz juda ham yaxshi foyda beradi. Bundan tashqari bizni tabibim tabiat korxonasini eng ko'targan mahsulotimiz desak ham bo'ladi. Stopartroz, ya'ni suyak yemirilishi bo'yicha hamda suyakni to'qimalarini tiklash uchun, suyakni o'zini holatiga keltirish uchun bizning shu mahsulotimiz juda ham yaxshi natija beryapti. Ya'ni insonlarda nekroz holati bo'lsin, ya'ni suyaklarda chirish holati, ko'ksa artroz, ya'ni suyaklarning yemirilish holatlari bo'lsa ham aynan shu mahsulotimiz natijasida juda ham yuqori natijalar olyapmiz. Aynan shu mahsulotimizga o'zim ham medal oldim. Ya'ni yil tadqiqotchisi degan medalga sazovor bo'ldim bu yil. Aynan shu suyak kasalliklarini davolaganim uchun. Ya'ni Tabobat ilmiy ishlab chiqarish Tabobat akademiyasi tomonidan o'sha medalga sazovor bo'ldim. Biz hozir tabiiy dorivor giyohlardan tashqari kosmetologiyaga ham qo'l urdik. Bizning birinchi ilk mahsulotimiz Esledi kremimiz. Bu kremimiz faqat hozircha biz tungisini ishlab chiqardik. Bu kremni surkagandan keyin уже 3 kun muolaja olgan vaqtda yuzdagi mayda ajinlar tekislanadi. Chuqur ajinlar ketishi uchun 15-20 kunning o'zi yetarli bo'lyapti. Kremimiz ichida 50 gram. Bu bizning ayollarimiz uchun 2 oyga yetarli. Buni yengil faqat yotar vaqtda bir mahal surkaladi. Bizning mahsulotlarimiz haqida har birini soatlab gapirishim mumkin. Chunki har birini o'ziga yarasha ishlash uslubi, har birini o'zini tarkibi, har birini davolash uslublari bor. Oddiy Pamit Plus mahsulotimiz. Bu xotirani tiklovchi. Ayniqsa Qur'on o'quvchi insonlar uchun yoki bo'lmasa biron bir til o'rganuvchi insonlar uchun bu mahsulotimiz juda ham yaxshi effekt beradi. Ya'ni yod olish qobiliyatini kuchaytirib beradi. Bizda yangi mahsulotlarimiz chiqqan hozirgi kunda kalsiy plus sut. Ya'ni kalsiyni boyitilgan holatdagisi. Kalsiy mahsulotlarimizni ichganimizda bilasizlar, ko'pincha oshqozonda erimasdan qotib qolishi, oshqozon gastritlariga yoki bo'lmasa oshqozon eroziya holatlariga, oshqozonning shilinishiga sabab bo'lishi mumkin. Bizning kalsiyimiz 100% qonda erib ketish xususiyatiga ega. Ya'ni bu kislorod bilan boyintirilganligi uchun bu to'liq organizmda erib ketadi. Hamda organizm kalsiyga bo'lgan talabini kunlik normasi bu 3 ta dona kapsulasi katta yoshli insonlar uchun kunlik norma. Buni yosh bolalardan ham bersak bo'ladi. Buni 3 yoshdan boshlab tavsiya qilamiz. Chunki hozirgi kunda bilasizlar, hammada kalsiy yetishmasligini hisobidan oddiy yosh bolalarimizda ham tishlar yemirilib ketishi holati juda ham kuchli. Yosh bolalarni ko'ramiz, tishlari yo'q. Yemirilib ketgan. Aynan shu mahsulotimizni bir kunda bittagina kapsulasini qabul qilish orqali ham tishlarini sog'lom qilishimiz mumkin, ham bolani yaxshi o'sishini ta'minlab berishimiz mumkin. Yana bir a'lo mahsulotimiz Collagen Gold. Kollagen bilasizlar, terini yoshartiruvchi hisoblanadi. Teri elastikligini, tomirlarning elastikligini oshirib berish hisoblanadi. Ya'ni
gipertonik kasalliklarda, qon bosimi osuvchi yoki bo'lmasa qon bosimi tushib ketuvchi, tomirlarning torayib qolgan insonlarda, yuziga tez ajin tushgan, qarich alomatlari tezlashgan insonlarimizda aynan shu kollagen mahsulotimiz foydasi kuchli. Yana bir hozirgi kunda eng dolzarb mavzu bo'g'imlardagi suyaklarning elastikligining tushib ketishi, ya'ni suyak orasidagi paylarning uzilish holati juda ham kuchayib ketgan. Aynan o'sha davrda mana shu mahsulotimiz juda ham yaxshi foyda beradi. Bu mahsulotimizni katta yoshli insonlar uchun kuniga 3 mahal 2 tadan iste'mol qilinadi. Yosh bolalarda ham buni iste'mol qilishimiz kerak. Hozirgi kunda bilyapsizlar, yosh bolalarning terisi juda ham quruq. Aynan o'sha uchun buni yosh bolalarga ham bir kunda bir mahal yotishdan oldin berishni tavsiya qilamiz. Har bir kasallik uchun bizda mahsulotlar ishlab chiqarilgan. Tabibim tabiat korxonasida 180 xildan oshiq mahsulot ishlab chiqariladi. Hamma mahsulotlarimiz to'liq sertifikatdan o'tgan, halol sertifikatiga ega mahsulotlar hisoblanadi. Salomatligingizni tiklash uchun albatta murojaat qiling, keling va siz uchun biz hamisha xizmatdamiz. Bundan tashqari Yaponiya davlatidan Capillary Scope S80 apparatini birinchilardan bo'lib yurtimizga olib kirdi va u orqali kasalliklarni aniqlash ancha osonlashdi. Ayni kunlarda tabib huzuriga respublikamizning turli hududlaridan kelgan bemorlarga zamonaviy apparatlar yordamida tashxis qo'yilib, tabiiy mahsulotlar orqali davolanmoqda. O'zbekistonga bu apparatimizni doktorimiz olib kirib keldi. Yaponiyadan keltirilgan apparat asosan odam organizmi qon tomirlaridagi o'zgarishlar, ya'ni qon tomirlaridagi gijja, yurak o'zgarishi, organizmdagi o'zgarish, qon tomirlaridagi o'zgarish, yurakdagi o'zgarish, butun organdagi o'zgarishlarni qon tomir endoskopiya orqali ko'rsatib beradi. Oddiy o'simlik yog'i bilan barmog'imizdagi tochkaga o'simlik yog'ini surtib apparatga qo'yamiz. Shu orqali apparatimizdagi har bir organimizni qon tomirlari nima ish bajaryapti, qayerda ifloslanish ketyapti, qayerda o'lik hujayralarimiz hammasi mana shu qon tomirlari apparatimizda ko'rinib aniqlab beradi. Asosan organizmdagi gijjalarni aniqlab beradi apparatimiz. Mana qurtimiz askarida bo'yin qismidan ketyapti. Mana umurtqa bo'ylab, mana va boshdagi Axilles tochkamizda to'xtayapti. Mana. Faqat qon tomiri orqali ko'rinayotgan qurtlar. Bu qizimizni jigarini tekshiryapmiz. Bularning jigarida ifloslanish bor va yarim tayyor mahsulotlar, fast food mahsulotlarini yaxshi ko'rib iste'mol qilishlarini qizimiz aytib o'tyapti. Mana jigardagi o'zgarish, mana askarida qurtimiz jigarda, lambiliya qurtimiz jigarda. Apparatimiz qon tomirlari bitta tochka organimiz bilan asosan qon tomirlari bilan gijjalarni tekshirib beradi. Mana ko'rishingiz mumkin. Bizda eng asosiy hozirgi kunda ishlatadigan apparatlarimiz 5-6 xil, unaqa hali ko'payib ham ketmadi. Apparatlarimizning ichida aytib o'tishim mumkinki, bittasi Capillary Scope apparati, Yaponiyada ko'rgazmadan olib kelganmiz. Bu apparatda eng asosiy ko'radiganimiz qon tomirlar bilan birgalikda jigardagi, yurakdagi gijjalarni, ya'ni gelmentlarni ko'rish xususiyatiga ega bo'lgan apparat. Bu O'zbekistonga birinchi kirgizib keldik biz apparatni. Chunki hali O'zbekiston hududida bu apparat umuman yo'q, hech bir klinikada. Bu apparatdan asosan hozirgi kunda Qozog'istonda hamda Rossiya davlatlarida ko'rgazma hisobida hamma endi ishlatishni boshlagan. Bu hali ofitsialniy holatda ruxsat berilgan apparat emas. Ammo biz bu apparat bilan o'sha bemorlardagi holatni o'zimiz ko'rib, o'zimiz hayron qolyapmiz. Chunki organizmdagi qurtlarni tirik holatda ko'rish bu umuman boshqacha. Bu apparatimiz yordamida biz 1 yoshdan boshlab hammani qon tomirlarini to'liq ko'rishimiz mumkin. Ya'ni qon tomirlari holatiga qarab turib tashxis qo'yish, ya'ni qon tomirlarining o'tkazuvchanligini pasayganligi
yoki bo'lmasam ularning struktura tuzilishlariga qarab turib ularning umurtqasidagi yoki bo'lmasa jigaridagi yo boshqa holatlarni kasallikni aniqlashimiz mumkin. Bu apparat yordami bilan biz o'zimiz uchun kerakli tashxis qo'ya olamiz. Masalan, bu aynan bemor uchun kerak emas, aynan bizning ish faoliyatimiz uchun juda ham zarur bo'lgan apparat hisoblanadi. Bemorlarimizda o'sha yosh bolalar bo'lsin, yoshi katta insonlar bo'lsin, qondagi xolesterin ko'tarilib ketgani yoki bo'lmasa qondagi zaharlanish holatlari yoki bo'lmasa shlak musorlarning ko'payib ketganliklarini bu apparatimiz yordamida to'liq ko'ryapmiz. Men Ohangaron tumanidan tabiat shifo markaziga nevaramni olib keldim. Bu shifo markazini men 1 yildan beri o'zim kuzatib kelardim. Undagi kasallardagi har xil kasallardagi o'zgarishlarni internetdan ko'rib, mana shu shifo bo'layotganlarni ko'rib, mana shu yerga 15 yashar nevaramni olib keldim. Nevaramda suyak siljish kasalligi orqa umurtqa ilgisidan juda ham katta o'zgarish bor edi-da. Yurganda ham belini ushlab yurardi, yotganda ham tunda nima deydi, og'riqlar bo'lardi. Shikoyati bor edi-da, o'zim ham keyin ozib ketgan, juda ham ozib ketdi. Uydagilar, endi men shu kelinim hamma joyga olib bordi, shifo topmadi, hech ham o'zgarish ko'rmadi dedik-da. Axir o'zim bu markazda o'zim olib keldim. Bundan 1 oy oldin kelgandik bu yerga. Feruza xonim tekshirib ko'rdi, suyaklarni ham hamma joylarini, orqa poзвоночник ilgilarini shunaqa qiyshiq ko'rib o'zim qo'rqib ketdim-da. Keyin bular shu dorilar yozib berdi. Men shu dorilarni artroid degan dorilardan 1 oyga lecheniya yozib berdi. Men shu dorilarni ichgandan keyin, balzamlarni surib olgandan keyin o'zgarish 1 oyda ichida rosa zo'rda. Suyaklar to'lishgan, mo'rtligi ketgan, o'sha mahkamlashgan, o'zida ham o'zgarish bor, og'riqlar yo'qolgan, orqa suyaklar to'g'rilangan. Belda ushlamay qo'ygan, o'sha tik yuryapti. 10 kunga yana massaj yozib berdi. 10 kun massaj oldi. Kecha уже вообще rezultat zo'rda. Bugun mana shu rahmat aytishga keldim. Men shularga hamda yana ozgina davom ettiradigan joylari bor, o'shalarga maslahat olishga keldim. Juda ham zo'r. Men bu markazdan juda ham xursandman. Odamlarga tavsiya etaman, kimda qanaqa kasalliklar, bu kasalliklarga ham вообще shifo zo'rda. 1,5 yilcha bo'lyapti. Kuzataman, вообще yaxshi. Hammasi tabiiyda. Va o'zim vrachlar, doktorlarga borib antibiotiklar olib, qilib, men o'zimda ham juda ko'p kasalliklar bo'lgan. Tabiiy bo'lgancha men shunga juda ham qiziqdim-da, men rezultat zo'r ko'raman. Shifo maskanidan juda ham minnatdorman Feruza xonimdan, mana Nafisaxondan, massajlari ham juda zo'r massaj qilishadi bular. Feruza xonim nima deydi, oddiygina ayolda, o'zimiz o'zbek ayoli. Mana shu maslahatlarni shunaqa chiroyli qilib beradi. So'rashga ham tortinmaysiz, hamma narsani bir qanaqadir bir o'zingizda, jigaringizda, o'zingizda, dugonangizda gaplashib, shunaqa maslahatlar zo'r beradi. Tabibim tabiat klinikamizda yana bir yangiligimiz kedr bochkalari keltirganmiz. Hozir bu kedr bochkalarida inson organizmini tiklash uchun, yog'larni eritish uchun, shamollash holatlarini ketkazish uchun muolajalar o'tkazyapmiz. Bu muolajalar onkologik kasalliklardan tashqari hamma kasalliklarga mumkin. Buni foydali xususiyati, kedr daraxtini juda yaxshi bilamiz. Unda efir moylari juda ham ko'p. Kedr daraxtidan yasalganligi uchun bu o'zidan efir moylarini chiqarib turadi. Shu bilan birgalikda tanani bo'shashtirib, qon oqimlarini yaxshilab beradi, ya'ni qon tarkibini tozalab beradi, qonni normada qilib suyultirib beradi, xolesterin miqdorini pasaytirib beradi, organizmdagi ortiqcha tuzlarni erib ketishiga sabab bo'ladi. Bu bilan birgalikda biz osteoxondroz, podagra kasalliklarini davolaymiz, revmatizm kasalliklarini davolab olishimiz mumkin. Bundan tashqari kedr bochkasining eng foydali xususiyati bu tanani qizdirish bilan birgalikda undagi sovuqlikni to'liq chiqib ketishini ta'minlab beradi. Ya'niki organizmda shamollash bilan birgalikda ortiqcha viruslar, har xil tushgan shamollash orqasidan kelib tushgan viruslarni ham chiqarib yuborish xususiyatiga ega.
Kedroviy bochkaga tushgan vaqtda bemorimizni bochkadan chiqqandan keyin albatta bizda yengil massajlar bor. Kedroviy bochkada biz dorivor giyohlarni ishlatamiz. Bu dorivor giyohlarimiz nima xususiyati bor? Hammamiz yaxshi biladigan archa daraxtimiz. Archa daraxtidan ham xuddi kedirga o'xshab turib, o'zidan efir moylari chiqadi. Bu tanani bo'shashtirib, bo'g'im og'riqlari bor insonlar uchun bo'g'imdagi og'riqlarni ketkazib berish xususiyatiga ega. Bundan tashqari biz o'zimizning maxsus damlamamiz bor. Bu jigar kasalligi bor bemorlarda, jigarda yog' bosgan insonlarda xuddi shu damlamani kedir bochkasiga o'zini vakuumi bor. Shunga solgan vaqtimizda bu jigardagi yog'larni hamda tanadagi ortiqcha yog'larni, shlaklarni eritib berish xususiyatiga ega. Hamda qon tomirlarini tozalab beradi. Bundan tashqari gipertonik, ya'ni qon bosimi yuqori bo'lgan insonlar masalan qo'rqishi mumkin. Kedir bochka issiq, bunga tushadigan bo'lsak, bizning davleniyamiz oshadi, boshqa qiladi deyishi mumkin. Aynan ana o'sha bemorlarimiz uchun biz o'zimizning maxsus damlamamiz bor. Bu yordamida bularga kedir bochkaga tushganda tanani tinchlantirib, qon bosimini oshmagan holda organizmdagi sovuqlikni haydab beradi. Qish kuz faslida bo'g'im og'rig'i bilan belini ko'tara olmay qolish holati bo'lishi mumkin. Oddiy yelvizakda yoki mashina haydaganimizda, boshqa qilganimizda, yelkamizda yoki belimizda birdaniga og'riq bo'lib, nerv tomirlari qisilib qolishi mumkin. Aynan shu holatda kedir bochkasiga biz asal surkagan holatda bemorlarimizni 20 daqiqaga o'tirgizamiz. Asal tanadagi hamma toksinlarni o'zi bilan chiqarib ketadi hamda shamollash, o'sha nerv qisilib qolgan joylarni ham ochib berish xususiyatiga ega. Buni foydali xususiyatlari juda ham ko'p. Bu haqda soatlab ham gapirish mumkin. Salomatligingizni tiklash uchun albatta bizga murojaat qiling. Azizlar, dardingizga shifo topishingiz uchun dasturimiz orqali kerakli ma'lumotlarni yetkazishga harakat qildik. Kasallik bilan kurashish yoki unga taslim bo'lish esa o'z qo'lingizda. Salomatlik markazimizga keling, dardingizni birgalikda yengamiz. Ko'rishguncha xayr, omon bo'ling.